Hop, Milliy gvardiya ses keldi, pojarni ham o'sha quruvchilar tarafdan xotirlar. Yo'l bo'lsa ochamiz. Aka, mana shu betonlarni ham yo'q edi, dala edi bu. Mana betonlarni biz yo'l ekan, bu boq. Yo'l bo'lsa yo'l bo'lsa. Olmaz buradan olmaz. Aloqadaman. Xonaga yetib ket, tezroq bo'l, xonaga ket. Odam kerakmi? Hech kim bilmaydi. Xonaga kelgancha. Okajon, mana xudodim, mana. Mana uchastkovoy bor, Milliy gvardiya bor, lekin baribir xalq gapiga qarshi chiqib xohlaganini qilmoqchi. Hozir biron bir janjal to'polon bo'lib ketadi, chunki xalq mana chiqib ayol kishi erkak kishi bilan talashga to'g'ri kelib qoldi. Mana uzmoqchi bo'lishyapti. Дайте брат, так не делай. Я скажу. Я тебе сказал. Это мой вещи. Хорошо, бери свой. A bu yerda bizani nasrab turibdi deysiz-chi, aka. Nima uni aholilarni aformist qilmayapsiz, aka? Biz hali даже o birovga haqqimizdan so'kmadi ham, aka. Sizni aformist qilmayaptilar buni. Nega, aka? Shuncha paytda so'radim, aka, masofani saqlang deb ogohlantirdi. Turibdilar 3-4 Aka, ogohlantirdi, masofani saqlang deb, aka. Men haqqimni bilaman. Masofani saqlang deb haqqim bor. Jitillarning haqqini aka poymol qolsin, biz o'z xohlagancha. Chiqaring bularni, nimanga gapiryapsiz? Taqdim qiling, siz aka haqqingizni ko'raylik. Mayli, siz ko'rsatib qo'ying, ko'rsatmayapsiz shuni. Faqat og'zaki gapiryapsiz, aka, 6 oydan beri keldi, faqat og'zaki gap. Вам милиция сказала выйти. Выйдите отсюда, сейчас вас заберут, серьезно говорю. Я еще раз позвоню. Я жду. Выходите. Я жду. Выходите отсюда. Я документы предоставил. Дайте документы. Я уже предоставил органам правительства. Теперь ваши, я жду ваши. Давай, хавать, хавать. Garaj quruvchi emas. Siz mana uchastka qurib chiqib ketdi. Sen shunda yuribsiz. Olsinda ketsin. Aptini olgin, mashina aptini olgin, ol aptini. Hammasini apti mashinasini ol, ochkisini olib tasha. Hammasini olishdi. Ol aptini, ochkisini. Я уже снял ее. Yolg'on hammasi, yolg'on. Aldab qo'l qo'ydirgan joyi ham yo'q ko'piniki. Joyi yo'q bolalar. Hamdam aka hozir ketdi ana ekan arkadaşlar. Kattalar Hamdam aka. Bo'lmagan gap dedilar. Bo'lmagan gap dedilar. Noilani bizga uni tegishli joyi yo'q. Noilangiz uchastka bor. Doma harqa oldida. Nima? Aldab qo'l qo'ydirishgan qo'ygan bolalarga tushunishmagan nimaga qo'l qo'yganini. Birinchi qurib beramiz deyishgan, qurishmagan hali hech narsani. Unda o'qimasdan, bilmasdan turib qo'yiladigan hamma narsaga. Shunaqa. Yo'q. Bundan tashqari betni o'zida zeyt ish olib bordi, mana o'sha turibdi-yu. Betni o'zidan sayinga quriladimi? Qurilmaydi. Bular mana endi boshida mashina qilib olish kerak ekan. Кто главный? Возьмите 3-4 человека. Сам хоккей, участковой, поедем туда. Пока на время все выходят. Кто здесь сюда зайдет, это получается, я сразу запишу на это моя территория. Я напишу, что вы сходите на мою территорию. Garaj egasimiz biza yo'q. Ma'mulani chiqarib tashing. Sherzod, ma'mulani chiqarib tashing. To'xtang, opajon bitta gapir. Dan nimamet, mashinalar kirmaydi. Kech payt 11 da sizdan mashina ham keladi. Mahallaga mashina to'lib ketadi. Aka odam o'tgan joy bo'lmaydi mana. Xudo saqlasin, Xudo saqlasin. Bitta pajar bo'lsa, pajarni o'ta olmasa nima bo'ladi, aka? Men shu odam javob beradimi? Qana? Hal qilinglar, bitta ishni hal bo'lmaydi. O'tsinlar, ketsinlar, dokument hammasi hal Bu yoqqa boraylik, xonaga. Bu yoqqa xonaga borib o'tirib ishlaydi. Mana shu Zaynab, mana shu To'tayamchi biz orqamizdan yurganlar.
mana shu yo'llarni ko'rish uchun gapiryapmiz. Siz oyoqqa bitta borib keling. Bir kun ichida, qarang, eshiting. Bir kun ichida boshqa so'roqsiz kovlab chiqdi. Hamma yorasi. Oltita katta mashina turibdi. Asfaltlar buzib deyman. Asfaltlar buzib. Nima ekan deb qarasam, Asfaltlar o'yilib ketdi, opa hamma yo'q. qarasam anti kovlab oltita kamazdan chiqib ketadi. Bitta siz borib ko'ring. O'sha ahvolda 30 yil yashadik biza. Asfalt buzilib ketdi, oka, 3 ta mashina. Хаким, сам сказал, лишние словами. Коттедж же не хотите, не будет коттеджа. Слово Хакима есть или нет? Ну тогда что это? Зачем тогда он присылает? Ну зачем тогда они присылают? Решение городского Хакима это резервирование, решение резервирования. Для того, чтобы получить решение о строительстве, нужно пройти кучу протоколов. Куча. Эти процедуры, они в любом случае... Oka o'zi kesaveradi. Мы тоже добьем, мы сейчас... Siz ko'ring, ukajonim, yuring, ukajonim, ko'ring. Регламент нужно все-таки прийти к конкретному этому самому. Мы сделаем сами Переведите на нас. Tushunadigan odam. Мы сделаем сами. Есть человек, Mana hozir bitta narsani aytaylik. Biz tarafdan faqat taklif qiladiganimiz joyi ko'rsatamiz, polisi parkovka qurib beramiz. Ochiq turdagi parkovka qurib beramiz. Kim rozi bo'lsa. Bu birinchi qilishda emas, biz Buni nima qiling, eng ma'qul varianti qarang, bulayotganlarida. Misol uchun kechki mahalga qaysidir kunni belgilaydi. Misol uchun mahallada. To'pa-to'g'ri. Sizlar qurayotgan narsalar loyihasini bir, bularga doполнительно qurib beraman deyotgan haligi joyi proyektini ko'rsatsin. Zaynab qani? Buni ko'rishsin, tanishsin. Undan Plashatkalarga qurishmoqchi-da. boshlab nima qiladi? Undan ko'ra детский площадка qilaylik o'sha yerda o'zimiz. Minutku. Bolalarimiz площадкasi. Основание этого гаража. 30 лет я плачу. Когда первый раз приехали такие же симпатичные девчата, покажите документ. Мне 70 с лишним лет я побежал, принес, показал. Выкинь этот документ, говорит, он недействительный. После этого кому и верить Это можно? неправильно. Вы государство. Кому можно Это верить? неправильно, я понимаю, но давайте самый лучший вариант. Исходя из того, что решение все-таки вышло, давайте лучше они проект покажут, что конкретно хотят построить, во-первых, и что вам предлагают по поводу нового гаража. Может, многоэтажки. Многоэтажку не предлагает, им невыгодно многоэтажка. Прокуратура протестовала. Можно это? Я то, что строитель объяснил, Это же Ну, а Хаким. протест еще нет уже у вас? Ну хорошо, но это же не говорит о том, что городоначальник. все. Это градоначальник и все. Если будет протест, Если на то идут, пусть они сначала ну угол построят, потом что угодно делают. ko'rsatayotgan joy yo'l bu. Xo'ja, bizdan buzoq. Mana bu yo'lni o'rniga qurmoqchi joy aka. yo'l bu. O'shani ko'rsatsin. Ko'zingizlar bilan ko'ringlar o'zi. Nima? Bizmoqchi edi, bolam, bizmoqchi. Yo'l bu. Bilasizmi? Jitildan Hozir shu bugun hozir deyotganim yo'q. Vakil kelsa, ikkita vakil ulardan gaplashamiz. Mahallani o'zida yig'ilish kerak. Men o'ylayman, Hammaga gapning uchastkavoyga ham gap tegadi. asabimiz buzilib bo'ldi. Ayollar Ramazonda boshlashdi bu ishni. Karantin payti. Yosh bo'lib, mendan 10 yosh kichkinam 20 sallashga buni haqqi yo'q. To'g'ri, men uni klyonkasini olib tashladim, men turib beraman. Nimaga? Bular kyonka erishga huquqi bor ekan. Omonatmishdi, lekin garajimga men o'zimni garajim uchun o'zim chiqishga omonat. Men ham davlatga pul to'laganman, tekinga olmaganman. Meni ham anti uyim turibdi, yosh bola emasman. Siz shundoq qiling, qurishmasin bo'tga. Bo'ldi. Bizga kerak emas ko'tish. Mana shu yugurdi. Undan ko'ra, bizdan ko'ra. Не пускай туда на Почему не пускай? Поэтому я говорю, to'polon qilishdi, o'tirib, gaplashib, loyihasini Shuni bizda to'polondan Почему это было не будет? Ворота закрыли, кто они такие? Машину боком поставили. Ворота они закрыли, значит, Bo'ldi, davay, to'xtatinglar. Adolat, bo'ldi, to'xtatinglar. Hamma aybdor, davay, ketinglar. O'tgan gal meni aybdor qilgansizlar. Hozir ham hokim aytadi. Borib, Zaynabga hech ish qilmaydi, mana. Hammasini boshiga yig'ib o'tiribdi. Sizlar bir chekkada men qolaman. Hamma orqasiga ketinglar, davay. Zaynablar, biza chiqarishdi, investorlar qolamiz. O'shasiga chidolmaymiz. Nimaga biz haqqimizni talab qilamiz? Есть документы, они хотят
Кто документов нет, хотят зайти. Кто сюда зайдет, у кого нет документов? Чего вы говорите? Вы сейчас слушаете серьезно? У меня есть 36 подписей, из них никого гаража нет, там подписи 36 жителей. Есть подпись, которая, что они согласны, чтобы здесь строительство было. А у нас 100 человек. Гаражев нет, у них гаражев нет. A bizda siz joyingni dokumentini berdi talab qilasiz chiqolib. Давайте гараж. Я без проблем. У кого документы есть, я останусь. Сядем. Нормально. Spiskasi bormi o'sha 30 ta jitilni qo'l qo'ygan? 30 ta jitil rozi degan spiskasi bormi? Zaynabpa. Qani? Mana mana shu garaj hokimga taqdim qilingan biz. Sizga 30 ta odamnikini berishimiz. Siz kimsiz? Men sizga dokument beraman. Nimaga berishimiz kerak? Bir-birini eshitsangiz. Siz kelib buzyapsiz bizni joyi. Eshitdik. Mana shu uchastkada Zaynabpa, shu mahalla bevosita o'zingiz bosh. Yana qaytarib aytaman. Mana shu uchastkada действующий mashinalarning soni bor joylashgan. Kimdadir dokumenti bor, kimdadir yo'q, to'g'rimi? O'shani inventarizatsiya qiling. To'liq 100%. Misol uchun 100 ta mashina. Shu 100 ta mashinadan adresni. Mana shu deylik 40 tasini hujjati bor, 60 tasiga yo'q. Misol uchun-da. Yoki nabarot 90 tani hujjati bor, 10 tasiniki yo'q. Shu потребностьni qondirish maqsadida keyin bular bilan o'tirib ishlaylik deb, mana proyektni berishsin. Ya'ni qattiq stoyanka qurishmoqchi. Shu прилегающий territoriyaga yaqin, qulay bo'lsa aholiga, zamonaviy bo'lsa, buni o'sha yerda foydalanadi, chiroyli ish bo'ladi. Uning uchun aniq nimaga kartinaga ega bo'laylik. O'zi bu yerda nechta odam mashinasi bor? Mana aka 30 yil oldin nega shuncha katta joy qurgan o'ylamayapsizmi aka? 30 yil oldin nega shuncha katta joy qurgan? Bu narsani qurib berishga kafolat xatini berishsa, mana ish boshlab turib ishini qilib tursa bo'ladimi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Kafolat xatini beradi. Если хочешь строить, мне построй, мой. Qurib berishga kafolat xati beryapti-ku. Я здесь и буду стоять. Ночевать буду. Otaxon. Zaynab, я здесь спать буду. Zaynabpa. Zaynabpa. Поставили здесь будете спать. Biroq eshiting, bu kishi aytdilar, 30 ta jitilda joyi yo'q odam qo'l qo'ydi deyapti. Bizda 1000 talab jitil bor, joyi yo'qlar, qarshi. Hozir to'xtaylar. Bari hamma narsa chiroyli bo'lishiga qarab ketyapsiz. Hozir garajni sonini gapirayotganingizga aytolmayman sizga. Agar joyi bularga quriladigan avtoturargoh maqbul tushsa, bular ishini boshlab, buyoqdan ham buyoqdan ishini boshlab yurishdimi? Ana o'sha O'shani aytaman. Qanaqa gap o'shatsin, foydasi yo'q. oldin yetsin. Mana men bitta Nikanorikani gapi to'g'ri. Men bitta Nikanorikani Qazib ketdim, ketishdi. Naryoni qazib ketishdi o'zi bilan o'nchilik qilib. Darvozam Shahar bedarvoza. Вы мне покажите документы гаража. Bitta savolga javob bering. 30 yil oldin nega shunaqa katta garaj qurgandi? 30 yil ichida mashinalar ko'paydi, aholi ko'paydi, endi biz tashlamoqchi. Savolga javob bera olasiz? Sababi hozir jimtiriyman, sizga javob berganim, sizga savol beraman. zamonaviy garajlarga talab ehtiyoj ham bor. Qani zamonaviy qurmayapti, ko'p qavatli qurmayapti. Aqranasi bilan Qurmayapti unaqa. kamera bo'lishi kerak. Bitta unaqa Jimtiring. Eskida degan. Men bularga savol berdim-ku. Noto'g'ri savol beryapsiz. To'ppa-to'g'ri 30 yil oldin ahmoq bo'lganmi hokimiyat bu yerga katta 2 kishilik joy qurgan. Shu talab darajada Ko'p qavatli deyapsiz, ko'p qavatli qurib bermayapsiz. holatiga javob beradi. O'zimiz qilamiz, siz ishingiz bo'lmasin. Iltimos fuqaro, siz javob beradimi? Shuni so'rayapman sizdan. Javob Sizni dokumentingiz javob bermayapti hech narsaga. Javob beradimi? Sizni dokument hech narsaga javob bermayapti. Shuni bilib qo'ying yaxshilab. Kameringizni yaxshilab menga qarab, Я, например, решил так. Пока мне место не дадут, Men dokument chiqaman, men sizga majbur emasman dokument o'qib berishga. пусть мне гараж построят всем остальным. Потом пусть они делают, что хотят. Garajimiz joyida qolsin. Sizni chaqirishimizdan sabab to'polon janjal emas. Kelsin, vakil kelsin gaplashsin. Qaror kottejli qurilmasin, tamom. Mahallangizga boramiz. Mahallangiz O'tiravering. Siz kimsiz? Sen kimsan? Siz kimsiz? so'rlashmaymiz. Shunday. Aziz men turibman. Zaynabga mahalla raisi sifatida mahalla idorasi. Men hokimga savol bersam bu javob beradi. Bilingandek vakil sifatida kelishsin, o'tiringlar, shoshilmasdan, lekin tizimni Ko'p qavatli qishtiryapti, ko'p qavatli hech kim qurayotgan yo'q. eski Parkovka. holatda baribir qolishi ham juda noto'g'ri. Ishchi guruh kelyapti, boshqa bo'lyapti. Uyatli har gal kelamizda ko'rishadida, buni bari zamonaviy qilib o'zimizdan kuchimiz bilan qila olmaymiz aholini. Qilamiz o'zimiz. Qilamiz aka, qilamiz. Juda katta mablag' talab qiladi. Hammasi qilib beramiz. O'shaning uchun tadbirkori jalb qilingan, chiroyli qilib qurib, tabiiy ravishda bularga ham parallel ravishda o'sha stayankani alternativasini berishsin, ko'rishsin. Shu
murosai madori bilan chiroyli ish qilish kerak. Nima kerak? Ham rozi bo'lish kerakmi? Albatta. Jitil rozi emas-ku. Birinchi navbat. Birinchi navbatda foydalanishga qattiq olishganda 2019 ga to'lashganda bor, lekin 2020 ga hali hech kim to'lamagan. Men foydalanishni ko'tartirman. Filmni qarzi bor, налогlagan qarzi bor, yer solig'idan filmni yo'q ketadi. Endi bu joyni menga berishyapti. Hozir meni haqqim bu, meni joy. Hozir men bulardan garaj pulini yig'ib olishga o'zimga haqqim bor 6 oy ichida, chunki qaror chiqib bo'lgan. Men lekin unaqa qilmayman. Nabarat garaj qurib beraman deyapman. Oke, kelishuv qilaylik dedim. Hamma bilan kelishdim. Lekin hozirgi 6 oydan beri hujjatni so'rasam, hech kim mana turishibdi. Bitta odam hujjat olib chiqmaydi, aka. Yolg'on gapirmang, men hozir olib chiqaman. Yolg'on gapirmang. Ben ko'rmadim, okajon. Ben ko'rmadim. У него у самого документы Я нету. отдал уже, понял, эти документы. Mana dokument olib chiqadi. Bering deyapman, hujjatlarni beringlar deyapman. Hozir hujjatdan tashqari fizический bar olib kirgan joyi bor. Shuning bilan maslahat, ro'yxatini qilib, roziligi bilan qilaylik. Yaxshi ish bo'ladi. Jitillarni inobatga olish kerakmi? Joyi yo'qlar ham. Hozir o'zingiz bilan gapirdingiz aka. 30 ta joyi yo'q, jitildan qo'l qo'ydi deb turibsiz. To'g'rimi? Ishga qarshiman deb qo'ygan. Хорошо, bu yerda qurish buzilishga qarshiman, kottejga qarshiman deb minglab odam qarshi bo'lib turibdi. 30 ta odam nima bo'libdi bu yerda? Idorangizga borsa yaxshi bo'ladi. Kerakli vakillar Iroda idoramga 50 ta bu bostirib bormaysizlar. Vakil kelsin. 3-4 ta vakil odamni bularni 3-4 ta odami xolos. U yerda kelishiladigan gap hamma og'ziga kelgan undoq edi, mundoq edi demaymiz. Odamlarni hammasini fikrini bitta joyga qilib, nima o'zi xohlayotgan maqsadimiz o'shani qo'yib, hozir bular aytganlaridaqa har bir hujjatni aqlga yordam bering. Har bitta odamning mana hujjati yo'q deb yotishibdi. O'sha orderi bormi, anaqasi bormi, oliylik bizda bor. O'shani olib ko'raylikda keyin har bir mana. Вы знаете, мы представим это в суде, мы сегодня подаем в суд. Вся опись, инвентаризация, мы ничего не будем делать. Все в суде будет. Все это без толку с вами разговаривать. Sherzod, men investorlaringiz ham hammasi chiqib ketsin. Bu yerdan bizani haydashga bularning haqqi yo'q. Hech kim haydayotgani yo'q. Noto'g'ri tushunmovchilik bo'lgan. Hozir mahalliy idorasiga borib Ular tushunyapti nima qilayotganini, zo'r tushunishyapti. Avarotini tugini yoqib, biz ishga tushdi. Mana ko'rdingizmi? Taqir-tuqir qilib biz ishni qazib ketishgan. Jami qilib qo'ygan, borib ko'ring. Biz ketishgan. Hozir ham ana kesilgan ari nima drillni o'sha bilan to'klari yoqib qilishni boshlashdi. To'xtatib janjal qilib. Mashinani kondalin qo'yib qo'ygan, kirish chiqish mumkin emas qilib. Что это за рейдовский захват такой? Взяли машину, во-первых, поставили. Kallasini ham olib ketishadi. Mana Yashnobod tuman Tuzel 3, Tuzel 4 da joylashgan garajlarni buzish masalasi hech qanaqa yana opять же hujjat yo'q, bor deyishyapti og'zaki gap. To'polon janjal, mashinani manaqa ko'ndalin qo'yib qo'yishgan. Milliy gvardiyadan odamlar olib kelishgan. Налоговыйdan odam kelibdi, o'sha naqadlardan odam bor deyishyapti. O'ziga ham syomka qilishyapti. Hujjat gomga qilib bildik, surishtirdik. Hokim yer ajratsin degan qog'ozdan boshqa hech qanaqa buzilsin degan hujjat yo'q. Mana buzarmish, hech qanaqa joyni egalari kelmagan, buzib syomka qilib, keyin deydi narsasini egalariga topshiramiz biz. Mana Yashnobod tuman Tuzel 3, Tuzel 4 da joylashgan garajlarni buzish masalasi hech qanaqa yana opять же hujjat yo'q, bor deyishyapti og'zaki gap. To'polon janjal, mashinani manaqa ko'ndalin qo'yib qo'yishgan. Milliy gvardiyadan odamlar olib kelishgan. Налоговыйdan odam kelibdi, o'sha naqadlardan odam bor deyishyapti. O'ziga ham syomka qilishyapti. Hujjat gomga qilib bildik, surishtirdik. Hokim yer ajratsin degan qog'ozdan boshqa hech qanaqa buzilsin degan hujjat yo'q. Mana buzarmish, hech qanaqa joyni egalari kelmagan, buzib syomka qilib, keyin deydi narsasini egalariga topshiramiz biz. Hop, mana kelgan odamlarning ichida mana oq kiyimdagi ayol aytayapti, ularda hujjat bor, 2019-yil qarori, prokuraturaning ichki qarori emish. Hech qanaqa buzish haqida qarorsiz ham garajdan buzib tashlash mumkin degan qaror bor ekan. O'sha qarorga asoslanib buzisharmish, keyin dalish xohlaganicha qurilish qilarmish. Proyekt olib kelib qo'ygan. Mana даже mashinani egalari garajni olib chiqaman desa, ko'ndalin qo'yib qo'yishgan. Xo'jayinchilik qilib bilganini yotibdi.
Ya, Hamshir aka, stop!